Assalomu alaykum. Hojaga ana, mashina qasida qidiryapti birodazmi? Semental molni ham damini og'zadigan mana afg'on sovuqlarimiz. Ona bolalarga kelib qoldi, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolasa bularning narx-navosini tanishtirib o'taman. Mana. Jonivorlar qarang. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa mana shularning narx-navosini, xudo xolasa hammasi ona bolalik tanishtirib o'tiraman. Samboy, horma. Salomat bo'ling, Asrar aka. Qo'ylarni zo'rni neg'ib kelibsiz-va? Xolasa har safargidan zo'rlardan xolasa keldi. Har safar oxirigacha ko'rib bittadan laykni bosib tursin. Xudo xolasa birma-bir ma'lumotni beramiz aka. har safargidan zo'rlari. Har safargidan zo'rlar aka. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta obunani ham bosib qo'yamiz aka. Xudo xolasa videolarni boshladik aka. Video boshladingmi? Ha, boshladik aka. Mana hoji bola, xudo xolasa sizlar istagan toza narsalar mana. O yelinlarni qaranglar, xudo xolasa, qo'zlarni qaranglar, mashallah, xudoni mana rahmat yog'ib qo'ygan, xudo xolasa mana hammasini tagida bittadan bolasi bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning kanalimizda shaddiy muxlislari, biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Mana bunda afg'on, arashan, bo'g'oz, sog'liq, ona bola ishqibozlari. Xudo xolasa akalar, yana o'sha biz Namangan viloyatida, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga yetib kelganmiz, Husan ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolasa videoni boshlashdan oldin, ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib, bittadan obuna tugmasini ham bosib qo'yib, kommentariy yaxshi zala bosib tursalar, akalar, xudo xolasa mana bundaqalarni o'ta ham bir go'zallardan, yangi ona bolaliklardan xudo xolasa ko'rsatishda biz davom etamiz. Xudo xolasa bu yerda soni 4 dona ekan, hammasini tagida bittadan bolasi bor ekan. Mana qo'zimiz, mana kechqurun tug'ilgan ekan. O'ta ham bir go'zalidan. Mana jonivor. Onasining idishlarini qaranglar. Mana bu qo'zlarni qaranglar. Jonivorlar. O'ta ham bir go'zallarni aytib kelibdi. Husanboy, bormi? Salomat bo'ling, Asrar aka. Charchamayapsizmi? Xudo xolasa aka, qo'ylarni zo'rlardan yig'ib keldik. Zo'rlarni yig'ib keldingiz. Keldik. Videoni oxirigacha ko'rishsa aka, xudo xolasa bundan keyingilardan ham zo'rlar chiqadi. Bundan keyingi ham zo'rlari chiqadi. Yarashkalardan ham bor. Yarashkalardan keldi aka qo'zi. Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar, xudo xolasa mana. Mana bundaqalardan, xudo xolasa, o'ta ham bir yiriklaridan yetib kelgan, xudo xolasa biz bularni bir millik bilan ma'lumotini berib o'tamiz. Akalar, qo'ylarga bir baho beringlar. Jonivorlarni qaranglar. Mana. Go'zallikka bir baho beringlar akalar, xudo xolasa. O'ta ham bir bo'lakcha video bo'ladi, xudo xolasa bugungalikka. Hop, qo'yimiz soni bu yerda nechta dona son bo'y? 4 dona, Asrar. 4 dona. To'rtalasini ham bolasi oldida turibdi. To'rtalasini ham bolasi oldida turibdi. Jonivorlar dikkillab o'ynayapti. Mana qo'zlar qaranglar. Mana onasi. Bunisi qachon tug'ildi dedingiz? Kecha Kechqurun tug'ildi. Bunisi-chi? Bu avval kuni. Bu avval kuni tug'ilgan. Jonivorning yuzlariga ahamiyat beringlar mana. Mana 2 kunlik qo'zi, mana bunisi hali 1 kunlik ham bo'lmagan. Mana jonivor. Yuzlariga qaranglar. O'ta ham bir go'zallardan. Mana uni quloq tashlarini qaranglar. Jonivorlar. Xo'p, bu yerda soni 4 dona ekan. Bolalari nima? Bir dona qo'chqar, bir dona sog'liq, 3 dona qo'chqar aka. Bir donasi sog'liq, 3 donasi qo'chqar, ha? Ha, shunday. Xudo xolasa qo'zlarga bir ahamiyat beringlar, yo'qchi bola. Mana. O'ta ham bir mehribon bo'ladi, afg'on sog'liq. Bolasini ko'tarish ekan, shuni ona yurishini ko'raylikchi. O'ta ham bir mehribon sog'liq bo'ladi-da mana. Hojaga, xudo xolasa niyat qilganmidi shunaqasini qilaman deb, mana xudo xolasa. Ha, telefon qilib oling, xudo xolasa ishlaring bitadi. Ekranda nomerlar bo'ladi, aloqa qilsalaring ishlaring bitadi, xudo xolasa. Mana qo'zini ham oling, bir ko'raylikchi ash qo'zini ham. Yomon ish qilib ketdi ash qo'ziga. Mana jonivor. Mana. Bunisi necha kunlik bo'ldi dedingiz? Buni aka 25 kunmi bo'ldi aka. Xudo xolasa mana 25 kunlik natija. Dumbalarni qaranglar. Mana. Bunisi ham bolasiga juda mehribon mana. O'z onasi kelib oldi. Xudo xolasa akalar mana. Tavsiya qilaman ash qo'zlarni olinglar. Baraka topadigan narsa. Manasini qaranglar. Bunisi ham qo'chqar, ha? Qo'chqar. Bunisi ham qo'chqar. Bunisi sog'liq. Ha, o'g'illari. Bunisi ham qo'chqar. Ey jonivorlar. Mashalloh deb yozib ketish esdan chiqmas akalar, xudo xolasa. Kanalimizga yangilar, xudo xolasa obuna tugmasini bosib, xudo xolasa kuzatib turinglar. Mana ular yelini qaranglar, akalar, xudo xolasa mana. Semental damini beradigan ekan. Omoyam bir. Bu onasi ham o'rta yerga ekan mana shuni ham. Xudo xolasa bularda bir ma'lumotini berib o'tamiz. Bular qayerdan keldi, Husanboy? Bular aka tagi Afg'oniston aka. Tagi Afg'oniston. Xudo xolasa Afg'onda sog'liqlardan ana baqamandagi akalarimizga mana tavsiya qilamiz. Ammo o'zi ham o'ta yirik. Mana jonivorlar. Husanboy, bularda yosh oylari qanaqa onalarni? 6 tishlar aka. 6 tishda, standart 6 tishda. Oldagi bolalari ekinchi qorin, ha? Ha, ekinchi qori. Jonivorlarni qaranglar mana.
O'ta ham bir go'zallarini. Mana. Husanboy, bularning endi bir parametrlarni o'lchab ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ha, bir boshdan bular parametrlarni o'lchab ko'rsatamiz, o'chiglar. Mana o'chiglar, xudo xolasa, bularni birlik bilan parametrlarni o'lchab beramiz. Mana qo'zlarni qaranglar. Mana ularni qaranglar, mana. Metr emas, yerdan mana, xudo xolasa realni chiqqaniga pul bera olasizlar, xudo xolasa mana. 95 plus ekan, 95 ga xudo xolasa olasizlar. Sonra mana mesela kichkinasidan bitta o'lchaylik-da. Mashina bir o'lchaylik. Jonivorni qaranglar mana. Tozasidan boqaman deganlarga. Ulgurib olinglar, xudo xolasa. Sivasinda? Ha, jonivorlar qaranglar. O'ta ham bir moshinalarni haqiqiy uyimda qo'yga to'ldiraman degan akalarimiz, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Toshkentlik hoji akalar ham so'rashyapti o'zimdan ham. Xudo xolasa mana tavsiya qilamiz. Mana kichkinasidan ham bo'ydan o'lchaylik-da. Hoji akalar mana eng kichkinasi 90 urib turibdi. Eng kichkinasi. Xudo xolasa. 95 ga olishadi. Qo'ylarimiz chorchilik qilyapti, xudo xolasa. Qochib ketib qolyapti. Degalar, bir megata ochilsa qo'ylarimiz ko'rinaveradi. To'g'risi gap-da. Qo'ylarimiz o'ta yirik narsa. Mana qiziqqanlarga bittalar sotilaradi, Husanboy. Bittalar ham sotaveramiz aka. Bo'ylarini 90 ga olishaveradi. 90 ga olishsin aka. 90 ga olishaveradi, xudo xolasa. Mana, hojaga bo'ylarini 90 ga olaverasizlar, onalarini. Tishlari 6 tishdan, xudo xolasa mana. Oldagi bolalarni ikkinchi qorin. Jonivorni qaranglar. Mana. Hop, Husanboy, bularda yemoq-ichmog'i yaxshimi? Xudo xolasa garantiyasini beramiz. Yemoq-ichmog'i endi bunaqa bo'lmasa endi so'rab ko'ramiz, to'g'risi gap obunachilarga. Yemoq-ichmog' bunaqa bo'lmasa qo'ylar buni turmaydi ham-da, buni bola ham boqmaydi. Idishlarni qaranglar buni. Xudo xolasa mana. To'lib yotibdi, to'lib. Mana jonivor. Xudo xolasa Husanboy yemoq-ichmog'i zo'r, sog'lik salomatligiga yaxshi qo'yiladi, ha? Xudo xolasa aka. Yemoq-ichmog'i sog'lik salomatliklari yaxshi, hojaga, xudo xolasa telefon qilasizlar, tavsiya qilaman, mana shu qo'ylarni olib tashlaylar. Xudo xolasa mana. Jonivorlarni qaranglar. Mana jonivorlarni qaranglar. Bir-biridan go'zal, bir-biridan o'ta ham zo'rlarini. Har doim kanalda zo'ridan zo'ri chiqadi, xudo xolasa. Mana qo'zining oyoqlarini qaranglar, o'ta ham bir yo'g'on narsalar. Mana bugun 2 kunlik bo'ldi mana shu qo'zimiz. Jonivorlar. Husanboy, videolarimiz ko'p cho'zmaylar-da, bularning narx-navosini yaqinroq qilib, bittada qilib, xudo xolasa hammasini bir joyga sotamizmi? Bir joyga sotamiz. Bir joyga sotsak, siz ham ishonib, obunachilar deb bir joyga yaxshi bitadi-da. Oson bitadi. Oson bitadi. Mana. Xo'p, Husanboy, bular narx-navosiga yetib keldi ham bo'lsak. Xo'p, Husanboy, narxlari qanaqa bo'ladi bularning? Xudo xolasa narxlari aka, xudo xolasa obunachilarimizga yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi, xudo xolasa. Yopishtirib aytmoqchi bo'lsa, ko'rib turibmiz, boshqa joylarda chiqyapti ahvollari, lekin kanalimiz yangi, xudo xolasa 1000 ta obunachi yiqqanimizdan keyin, xudo xolasa surprizimiz bor-a? Ha, xudo xolasa aka. O'zi oz qoldi. Xo'p, narxiga kelsak, Husanboy bo'ladi. Narxi ekan aka. Taqalganini qo'yaman. Taqalganini qo'ying. $1800 aka, Samarqandgacha yetkazib beradi. $1800. Xo'p, 3 ta qo'chqor bo'ladi, bitta soliq bo'ladi, ha? Xo'p, Husanboy, yopishtirib aytamiz, ham kam so'raymiz. $1700 dan taqalgan joyiga, xudo xolasa Samarqandgacha subkasini yetkazib berasiz. Aka, $1800. Yo'q demang, xudo xolasa bir joyga bitsa ishimiz. Bo'ldi aka. Bor aka, xudo xolasa mana. Tavsiya qilaman, qo'ylarga keyin onalarning o'zi ham xudo xolasa qo'yishyapti, bu lekin ona bolalik mana. Menimcha yaxshi narx bo'ldi. Xudo xolasa bir joyga telefon qilsalaring ishlaring bitadi, xudo xolasa yengilroq qilib yetkazib beriladi. Xo'p, telefon qilaverasizlar akalar mana shu nomerlarga. Degalar, xudo xolasa bundaqa yarichkalardan qidiryapti rollarni, mana yetib keldi. Yarichka sog'liqlarda, xudo xolasa soni 4 dona ekan, bularni ham o'ta ham bir go'zallardan yetib kelibdi. Bir baho beraverasizlar, xudo xolasa. Quloq oshlariga, kalla garbonosliklariga, xudo xolasa bir qator layklarni bosib qo'yinglar mana jonivorlarga. Qiziqqanlar bormi-da? Mana Qirg'iziston 5 gekta. Mana bundaqa qo'zlarga, qo'zlari bormi-da? Xudo xolasa. Husanboy, o'tgan partiyamizdagilar sotildimi? O'tgan partiyalarimizda sotildi. Sotildi, xudo xolasa. Xudo xolasa yangilari keldi. Yangilari yetib keldi. Akalar, xudo xolasa mana sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana bunaqalarni olib tashlaylar. Xudo xolasa qo'zlarni qaranglar mana, kalla garbonoslariga jonivorlar. Tonlari ham o'ta ham bir mushnilarni yetib kelgan mana. Jonivorlar. Husanboy, bu yerda soni 4 dona. 4 dona aka. 4 dona. Yosh oylari qanaqa? 5 oylik, 6 oylik. 5 oylik, 6 oylik qo'zlar, ha? Xudo xolasa. Keling, qo'zlar qaranglar mana, garbonoslariga, quloq oshlariga e'tibor berasizlar. Jonivorlarni. Mana. Xo'p, yoshlari 5 oylik, 6 oylik. Ha. Bo'y baslari 80 plus minus. 80 plus minusga olishaveradi. Ha, shunday. Xudo xolasa, mana 80 plus minusga olishaverasizlar. Dumbar azrizlari. O'ta ham bir moshina hammasiniki, ana
yopiq dumba, bir osilgan dumba emas. Xudo xolasa qo'ylarga bir ahamiyat beraverasizlar o'zlaring ham. Xo'p, chorchilik qilyapti qo'ylarimiz, turmayapti, xudo xolasa mana. Xo'p, tavsiya qilaman, mana shu qo'ylarni ham olib tashlanglar, xudo xolasa. Boshqa kanallarda chiqyapti, bular ham o'ta qimmat chiqyapti. Biz yengil qo'yib beramiz. Savsonboy. Ha, xudo xolasa aka, obunachilarimiz. Obunachilarga ishlaymiz. Har doimdan zo'ridan zo'ri kelyapti. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa ana. Tavsiya qilaman, mana shu qo'zlarni olib tashlab qo'yinglar, akalar. Salikunda katta bo'lib qoladi, xudo xolasa. Yarishkalar, arashandi, yarishka qo'z to'liqlari. Husanboy, bularni ham vaqtni cho'zmaylik-da, bo'ladigan narxini qo'yib ketaylik. Xudo xolasa mana. Yo'lidan bular narxi? Bularni ham yo'l, narxi xudo xolasa yo'lida aka. Yo'lda qilib chiqarib berasiz, ha? Xo'p, to'talasi bir joyga bo'lsa, Husanboy, bo'ladigan taqilganini qilayotavering. Keyin aka, $700 Samarqandgacha yetkazib beraman. Yo, $700 nima, hayrini qilib berasiz, xudo xolasa. Samarqand ichida sumkasini yetkazib berasiz. Oldi $50 tushib berdim aka. $50 qanimi? $650 dan xudo xolasa Samarqandgacha yetkazib beraman. $650 dan Samarqandgacha dastavkasiga yetkazib berasiz. Xudo xolasa aka. Baraka akalar mana. Arzon bo'lgan bo'lsa, bir kommentariyga yozinglar, olib qo'yinglar, xudo xolasa. Bularda tushungan odam oladi, to'g'risi gapda. O'zimizga masna pulga kelmaydi bu narsalar. Tushungan odam o'zi oladi, o'zidan bravo telefonlar oladi. To'g'risi gap akalar. Mana. Jonivorlar qaranglar. Kalla oshlariga toza narsalar. Mana. Hop, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, kanalimizga yaxshi izohlar yozib qo'ysanglar, xudo xolasa. 3-partiyamizga 2 dona bo'g'oz sog'lig'imiz bor, ha? 2 dona bo'g'oz sog'lig'ida zo'ri bor. Zo'ri bor. Qani ularga o'tiramiz bo'lsa. Mana 3-partiyamizga 2 dona mana arashandi, naq bo'g'oz sog'lig'lardan yetib kelgan. Mana yoshlari ham yosh, jonivorga bir baho berasizlar mana. Jonivorlar mana. Toza oq yuz. Ha, toza oq yuz, toza oq quloq, go'doshlari ham zo'r, dumbarazlari ham o'ta klass mana. Mana bunisida ham jonivor. Buni ham razrezlarga bir baho berasizlar. Hech qanaqa dumba aralashmagan. Xo'p, mana 2 dona arashandi, o'ta ham bir mushli go'zallardan, bo'g'ozlardan yetib kelgan. Xo'p, Husanboy soni 2 dona ekan, yosh oylilar qanaqa? Yosh oyliga aka 2 tish 4 tish aka. 2 tish 4 tish. Qani gap so'zi bilan bo'lib bir ko'rsataylikchi? Mana aka. Voy jonivor mana. 2 tish. Bunisini 4 tish mana. Xudo xolasa akalar, aloqaga chiqarasizlar. Bir qator qo'yib beraylik, mana shu qo'ylar bir qator ko'rsizlar, xudo xolasa. Mana, jonivorlarga bir ahamiyat beringlar. Mana, o'ta ham bir moshinalardan yetib kelgan ekan. Husanboy soni 2 dona, bo'g'ozligi naqa, xudo xolasa. Bo'g'ozligi naq aka. Bo'g'ozligi naq. Mana, jonivorlarga bir ahamiyat beringlar. Quloqlariga, xudo xolasa kallalariga, mana bunisini egiz tumonlarigacha bor ekan. Mana jonivorlar. O'ta ham bir moshinalar, zo'rlaridan. Bo'ylari ham 85-90 ekan, ha? Ha, shu 85 ga olishadi. 85 ga olishaveradi, xudo xolasa. Mana, arashani qidiryapti turadigan bo'z aka. Zo'rona mana yetib keldi. 2 dona mashinasida. Qirg'izistonda 5 ga so'g'lari bular. 5 ga so'g'lar aka. 5 ga so'g'lari. Husanboy ukamiz o'zlari olib kelibdilar, xudo xolasa bo'ladi. Xudo xolasa Husanboy narxi yengil bo'ladimi? Xudo xolasa bular ham narxi yengil bo'ladi aka. Narxi yengil bo'ladi. Xudo xolasa sog'lik salomatligi zo'r. Yeb ishlari yaxshi, ha? Garantiyasini beramiz aka. Garantiyasini berasiz. O'ziga vaqt so'lvarni olib tashlab qo'ying, xudo xolasa. Bitta bolasi bo'lganda o'zi chiqib ketadi. Maza qilib kelib qilasiz bularni olib turib, xudo xolasa. Yemoq-ichmoqni ham ko'rib turib, sog'lar bir ahamiyat beringlar. Xo'p, Husanboy bular narxi taqalganini aytasiz, xudo xolasa. Taqalganini aytamiz aka. Taqalganini xudo xolasa narxini ham yo'lida qilib qo'yib berasiz. Mana jonlar. Husanboy narxi bularda bo'ladigan qilib ayting, xudo xolasa. Bo'ldi aka, bo'ldi. Bo'ladigan qilgan Husanboy narxi. Keyin aka. $900 dan Samarqandgacha. Yo, yo'lida qilib ayting, xudo xolasa. $850 dan Samarqandgacha yetkazib beraman. $850 dan Samarqandga dastavkasi ichida besplatniy yetkazib borasiz. Ha aka. Xudo xolasa. Baraka, xudo xolasa. Qo'ylarga aytadi. Qo'ylarimiz o'ta chorchilik qilyapti, xudo xolasa. Qochib ketib qo'yapti. Eplab olmay qo'yadi jonivorlar. So'mba $850 dan Samarqandga dastavkasi ichida besplatniy yetkazib olib berasiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa xayriga ham oz-moz o't beradi. Aytilgan narx hech qachon bizda bo'lmaydi. Xudo xolasa aytilgan narxda o't beriladi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, kommentariylar yaxshi izohlar qoldirib turinglar, akalar. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamiz so'rovimizga Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'ylardan 100 talab, 1000 talab boqish hammasiga nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar.